Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sherzodbek Oltinko'ldan kelgan ekan. Bu yil 5 tonna mendan buyog'imisi oluvdi. Endi o'zi ham chuvalchang boqishga qiziqib, chuvalchang olib ketgani kelgan ekan. Mana Sherzodbek menda chuvalchanglar ko'p, 300 kvadrat chuvalchangim bor. Sizga xohlagan aka masjiddan yo'qdi desangiz, shu yerdan olib beraman. Mana ko'rib oling Sherzodbek. Yo'qmadimi? Yo'qdi, masjiddan yo'qdi deb ko'rib oling. Hozircha javobini aytmay turaverasiz mana. Hozircha javobini aytma. Masjid yo'qdi aka deysiz mana. Ko'rsatib yaqinroq keling mana. Chuvalchanglar qarang mana. Tuxumlari bilan mana. Mashlar bari mana. Hali qo'ydi ham bo'g'oz 11 oylik qoldi deydi-yu. Shunaqa joylari mana, bo'g'ozli joylari mana. Mana. Hozir endi mana o'tam mana bari bo'g'oz. Endi mayarda mana birinchi bu bioreaktorimiz, ko'ring. Bioreaktor. Oling. Qana qiling. Menga shu mayat kerak endi. Sherzodbek siz olib. Sherzodbek mana bitta bioreaktor, ko'ring. Masjid yo'qdi aka desangiz, masjiddan beraman mana. Bu mayarlarni oling mana. Yonboshda ko'p bo'ladi asosiy mana. Mana ko'ring. Mana. Bari mana 2 qat bo'g'ozlar bular. Borgandan keyin mana tuxumlab mana. Tuxumlarni ham hozir bo'lsa kerak mana. Qarang, bari mana shunday olib yotibdi mana. Semirib, mayarlari mana oqarib. Tuxumlari ham bor mana, bari mana. Masjid yo'qdi desangiz, masjiddan bu ikkinchi bioreaktorimiz mana. Mana ko'ring. Ana. Mana ko'ring. Endi mononga keling. 3-chi bioreaktorni ko'ring. Mo 3-chi bioreaktorimiz Sherzodbek mana. Masjidda mana salqin joyda. Mana shunaqa salqin joylarda boqsangiz, qarang. Biogomuslar, mana chuvalchanglar salqin joylarda qilib boqsangiz, masjidda juda rivojlanadi, qarang. Mana mashlar mana tuxumlari bilan mana. Mashlar tuxumlari bor baq ochiladi. Mana hammasida mana qala mana. Tuxumlaydigan chuvalchanglar. Masjid yo'qdi desiz mana. Qarang salqindek atroflarga olib qo'ying, o'rik taylari. Chiroyli joylar qarang mana. Mana shunaqa salqin joyda boqsangiz, nihoyatda zo'r mayat ko'ring endi Sherzodbek. Keling, olib keling videoni mana. Ko'ring mana. Mana shu yer yo'qdi desiz mana. Mana shu menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Masjiddan mana Xudo xolasa qarang mana shular bari zo'r joylar ekan Xudo xolasa. Mana masjidlar yo'qdi desa shu yerda olamiz. Mana endi men ham ko'ramiz. Endi mana to'ri mana qarang. Mana, qo'ng qarang. Mana zichligini qarang. Mana. Mana Xudo xolasa. Endi narigini ham 4-chi bioreaktorni ham ko'rib qo'yaylik. Birinchi Sherzodbekni ham ko'rib qo'ying, 4-chisi mana. Mana salqin joylarda boqsangiz nihoyatda zo'r rivojlanadi. Qancha salqin qilib bersangiz, namligini saqlab tursangiz, shunaqa zo'r rivojlanaveradi bular. Qarang salqin joylar bu yerlar. Qani buni ko'ring. 4-chi bioreaktorni ko'ring. Salqin joyda bu yong'oq taylari, o'rik taylari eng zo'r joylar shu yer. Kimki chuvalchang olaman deb kelganga masjidlarni ko'rsataveraman mana. Hozir rasa masjid zo'r bo'lib qolgan joy, zich joylarni qarang endi mana. Buni ko'ring endi. Bu yer mana joylarda olsangiz, bu chekalardan qarang. Shunday qilsangiz mana. Hammasi ham tashti bir xil ekanda. Masjid ham bu yer ham yaxshi ekan. Bu ham zo'r ekan menlar. Chekalarda mana shunaqa qilib olsa mana. Bu yerdan juda a'lo. Menda 300 kvadrat chuvalchangim bor. Odamlar olib maza qilsin, boqsin. Mana Sherzodbek menda 300 kvadrat chuvalchangim bor-da. Bir-ikki borsangiz 1 kvadrat hisoblanadi. 1 kvadrat mana shuncha pul deydi. Ha, meniki 500 ming so'm kvadrat desam, menga kelgan odamga men o kvadrat metr demayman men. Mana xohlagan bioreaktor ikkita banan korobkasi 1 kvadrat hisoblanadi. Ikkita banan korobka. Men xohlagan joyingizdan xohlasangiz terib oling uni-chi. Bunday qilib qo'lingizda olgan odam maza qilsin, baraka topsin deb. Mana masjidda qancha 80 kvadratdan olib oling masjidda. Xohlaganingizcha. 1 kvadrat ikkita banan korobka bor, balki 2 to'ldirib oling. Men kvadrat metr hisoblamayman-da, xohlagan joyingizdan sog' oling. Qo'lingizda terib bunday qilib mana. Mana, men qarang, chuvalchangni zichligini qarang. Shunday qilib qo'lingizda erinmasangiz, vaqtingiz bo'lsa, mana shunaqa qilib mana sog' oling. Qo'lingizda mana. Bunday qilib sog' olavering. Mana
menga sizga berganim bilan soat kamayib qolmaydi bu chuvalchanglarim. Olgan odam maza qilsin. Mana ko'ring, mana ular qarang, bari mana ertagayoq tuxum qo'yishni boshlaydi borgandan. Bolalaydigan paytga kelganda endi bu. Rosa bolalaydigan hozir paytida mana qarang. Mana. Juda zo'r. Maza qilinglar mana. Baq. Tuxumlarimi endi uyma oladi? Ha, mana tuxumlari bor. Mana mayli tuxumlar. Rosa ko'payib ketadi. Hozir juda zo'r paytida. Mana maza qilinglar, olib ko'paytiringlar. Joylarimizni qarang. Mana qarang, chuvalchanglar. Qanday ahvolda ketyapti, ha? Mana qarang, mana. Shu ahvolda mana ketyapti. Mana qarang. Mana qarang. Yaqinroq mana. Bari qarang. Qonlar ishib yotdi. Tuxumda bari mana. Mana tuxumlar ham ko'rinib turibdi. Mana tuxumlar mashlar. Mana. Mashlar million ochilib ketadi yaqinda. Mana qarang, mana shu ahvolda mana solyapmiz. Olgan odam maza qilsin. Ko'paytirib yuborsin. Mana qarang, bijir. Zichligini qarang, shu ahvolda, shu zichlikda mana beryapmiz.